bir joy yanında uçaskisi bilen bir joyni pulunda xudo xohlasa sizlar uchun qo'yib beramiz. Narxına gəladigan bolsaq, Daniel Bey, narxına necha so'm bo'ladi, necha so'm aytib turibdi deydigan bo'lsangizlar, joyimizda 300 milyon pul aytılib turibdi. Bir joy uçaskisi ve 1 gektardan ziyod yer uchun bahasını 300 milyon so'm aytılib turibdi. Telefon turib ekrandagi nomerlarga telefon bog'lansangizlar, xudo xohlasa men aytib chiqsangizlar, kelishilgan holatda arzon etib notariusda pulni sanizlar xudo xohlasa. Şu ekranda görünüp durgan joylar satıladi. Hazır sizlarni boshda uyni bilan danıştırmasdan burun chegarasi bilan danıştırib o'tib ketaman. Chegarasi shu solma bo'yicha bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, sho'dan turib, buni chegarasi bu yon tarafda daraxt bor, hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Ushbu daraxtni ko'rib turgan bo'lsangizlar, sho'dan boshlanadi chegarasi. Sho'dan boshlanib turib, bergi daraxtgacha bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan paxsagacha bo'ladi chegarasi. Umumiy yer maydoni 1 gektar aytilishi 1 gektardan ham ziyod ekan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bir deganda bir emas, ikki dona joyni xarid etib olishlaringiz mumkin. Qarab turinglar. Ko'rib turgan ushbu imoratlaringiz satıladi. Şunun yanında uçaskisi ham qo'shib satıladi. Şu joyning pulini ichida uçaski ham sizlarga tekinga tushadi, xudo xohlasa. Ko'rib turgan yerlaringiz, shu yerlar ham polniy ustasi. Agarda oladigan bo'lsangiz sizlarga qaraydi. Bir tarafda yana tandırlar turibdi ekan. Bu ushbu imoratda 2 yil bo'ldi. Hech kim yashab yuribdi ekan. Ko'rib turganlaringiz yana ushbu uçaski ham sizlarga qaraydi. Agarda aka ukala olaman deydigan bo'lsa, bir de aka yaşasa, bir de uka yaşasa gelişip durup yaşayıp ketaveradilar aqlinak bo'lib. Agar bir-birimizga uzoqqa ketmaymiz deydigan bo'lsalar. Ko'rib turganlaringizning gazi, toki, suvidan hech qanday muammosi yo'q. Ushbu joyimizda 2 yildan beri hech kim yashamaydi. Şifrlari yo'q, lekin şifrning materiallari olinib turibdi. Kimda kim xarid etadigan bo'lsa, shu kelib turib şifrlarini boshlab bersa bo'laveradi, ko'rib turganlaringizning. Ko'rib turganlaringiz katta gücü bilan Baviyadagi soyasida o'tirib bemalol bir dona bir karavotni qurib berib soyasida ertaga xudo xohlasa kimda kim xarid qiladigan bo'lsa sho'larda o'tirib choy ichib o'tirsa ajablanmaymiz. Yine do'stlar, ko'rib turganlaringiz bog'lari bor, olmasi bor, eriki bor, har xil mevalari bor. Ko'rib turganlaringiz yine o'tlar ham o'sib turibdi. Bu yon tarafda mana şöyle hem sizlere qaraydi xudo xohlasa. Agarda kimda kim xarid qiladigan bo'lsa, ko'rib turganlaringiz eriklar ham pishib turibdi. Ajoyib bo'lib. Mana eriklar. Shu ko'rib turgan hamma daraxtlar ushbu joyga qaraydi do'stlar. Şuradan başlanadi daraxtı. O uşan tarafta tamam bo'lgan yergacha chegarasi bo'ladi. Shu daraxtgacha chegarasi bo'ladi. Yer maydoni juda katta bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz barcha narsasi shuda qoladi. Şifrning materiallari hamma narsasi bor. İçində bir qator sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Giraverishimizda kichkina bir koridor bo'ladi. Bu yon tarafdan giramiz. Bir yerini xohlasangizlar oshxona, xohlasangizlar boshqa narsa deb ishlasangizlar bo'ladi. Yine qaldırğaçlar ham inkurtdi inshaalloh. Ko'rib turganlaringiz oynalari zamonaviy, yangi oynalar bo'ladi. Bu yon tarafdan bir dona xonasi bo'ladi. Bu yerdan ko'rsatib o'tib ketamiz sizlar. Ko'rib turganlaringiz yine ajoyib. Bu yerga girishimiz bilan bizani katta ayvoncha kutib oladi. Yana aytib o'tib ketgan shifrimizning materiallari yana olinib turibdi ekan. Joyni sotib olasizdan remontni shunday boshlab beraverasiz, xudo xohlasa. Oynalarimiz shu zamonaviy yangi oynalardan yine. Gazından, tokundan, suvundan hech qanday muammosi yo'q. Bu yerda endi olingandan keyin ağamızı o'zi ham biladi. Natij xohlasa natijni urdirib beradi, xohlasa gipsakardon, xohlasa o'zi biladi. Kichkina ishlatishni. Ko'rib turganlaringiz hozircha shu ko'rinib turgan holatda bo'ladi. O'zi 2 yil bo'ldi aytib o'tganimda hech kim yashamaydi. Bir qarovsiz qolib ketgan 2 yil. Bu yerimizda ham kichkina bir koridorcha bo'ladi.
Görüp durğanlarınız bu cayımız kiçkina bom idi. Kattagan haqiqatdan ham hozir. Evvel salıngan bu andan keyin indi evvelki joylarni ko'pchilik biladi nechta salınmasını. Yine görüp durğanlarınız kungara pesham bor ekan bir de. Gazı nesi bu beraber. Ataplaynasan bu. Kungara pesham bu. Toklari gelip turttu. Yine. Özü bu narsani görgan odamlar özü bildi. Qachonlar salıngan bu yil, nechanchi yilda salıngan. Taxminan yozib o'tib ketinglar qani nechanchi yil salıngan ekan bu joy. Yosh katta og'alarimiz o'zi biladi yine. Aytib o'tgandek shifr bu yine. Yetadi menimcha. Olinib turibdi yine. Bu yerimizdan oyna eshiklar hamma narsasi qurilgan, bir de pol yo'q, patolog yo'q. Oyoqda stechki bo'lgan ekan yine. Ushbu videolarimizni yaqinda uy olamanda birga yurtdoshlarimiz, imorat olamanda yurtdoshlarimiz tashlab qo'yamiz. Menga keng mesli bo'lsin. Men keng meslida yashaymanda birga og'alarimiz uchun ajoyib meslidan 1 gektardan ziyod yerni bir joy yanında uchastkisi bilan bir joyni pulunda xudo xohlasa sizlar uchun qo'yib beramiz. Narxına keladigan bo'lsak, Daniyarbek narxına necha so'm bo'ladi, necha so'm aytib turibdi deydigan bo'lsangizlar. Joyimizda 300 milyon pul aytılib turibdi. Bir joy uchastkisi va 1 gektardan ziyod yer uchun bahosini 300 milyon so'm aytılib turibdi. Telefon etib turib ekrandagi nomerlarga telefon bog'lansangizlar, xudo xohlasa men aytib chiqsangizlar, kelishilgan holatda arzon etib notariusda pulni sanizlar xudo xohlasa. Ushbu videolarımıza bir like basıp yaqinda imorat alamanda birga yurtdoshlarimizni tashlab qo'yamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Yellikqal'a tumani Qirg'izobod O'yqal'da ekan. Telefonsingizda xohlasangizlar mespolarjini tashlab beradi, kelib ko'raman deydigan bo'lsangizlar, ya o'zlari bilan bemalol kelib turib uyini ko'rib ketishlaringiz mumkin. Telefonda 100 marta ko'rgandan ko'ra 1 marta kelib ko'rgan 1000 marta afzal do'stlar. Men qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirib o'tib bildim degan umiddaman. Qolgan ma'lumotlarni ekranda yozilib turgan nomerlardan bemalol bilib olishlaringiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga shuningdek yangiliklarni, zo'r imoratlarni chiqarib borishda davom etamiz.